Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan 30 soniyalik strategiya haqida gaplashib o'tamiz. Men bundan oldin sizlarga 10 soniyalik strategiyani chiqarib o'tgandim. U video ko'pchilikga yoqibdi. O'shaning uchun sizlarga 30 soniyalik strategiyani bugungi videoda ko'rsatib bermoqchiman. Demak, buning uchun bizga ikkita indikator kerak bo'ladi. Birinchi indikatorimiz stoxastik indikator, ikkinchi indikatorimiz Moving Avengers indikatori bo'ladi. Buni mana bu indikatorli bo'limidan qo'shsak bo'ladi. Stoxastik va Moving Avengers indikatorlari xuddi shu yerda turibdi, bemalol qo'shib olishinglar mumkin. Buni hech qanaqa nastroykasi yo'q. Menda bazaviy nastroykasi turibdi. Bemalol bazaviy nastroykasida ham sizlar pul ishlasanglar bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek pastdagi liniyani kesib o'tgan bu indikatorlardan biz qanaqa qilib foyda olamiz ko'rishinglar mumkin. 20 va 80 liniyalari turibdi stoxastik indikatorida. Shu yerdan pastda bo'lib bozor liniyalari bir-biri bilan kesishsa biz tepaga qarab сделка ochsak bo'ladi. $25 сделкаlar ochamiz. Agar Moving Avengers indikatori bunaqa badani bilan kesib o'tsa, bizning svichamizni bu уже bizga 100% сделка bo'ladi, ya'ni 100% signal bo'ladi сделкаga kirishimiz uchun. Bu yerda ko'rib turganingizdek уровень поддержки ham bor. Уже men поддержкаga qarab tepaga qarab сделка ochgandim, lekin ko'rishinglar mumkin, bozor impuls bilan pastga qarab yurib ketyapti. Bu minusimizni qoplash maqsadida biz $55lik сделка ochishimiz kerak martingale strategiyasi bilan. Kelinglar bu valyutni parani o'tkazib yuboramiz. Hozir qizil liniya tepaga chiqib qoldi. Boshqa valyutni parani ko'rishimiz kerak. Уже boshqa valyutni parada biz 100% signallarni qidirib hozir sizlarga qayerda signalga kirish kerakligini ko'rsatib beraman. Mana bu yerda kirsak bo'ladi. Bitta switchga kech qoldik, lekin ko'rishinglar mumkin pastdagi liniyadan уже bozor kesishib tepaga qarab yuryapti. Moving Avengers liniyasi ham bu yerda bozorni badani bilan kesib o'tgan. Mana shunaqa holatlarda biz 30 soniyalik сделкаga kirsak bo'ladi. Bu yerda minusimizni atributga qilish maqsadida, ya'ni bozor impulsi bilan pastga qarab tushib ketyapti, chunki понижающий trend bor. Bu yerda ikkita yana biz tepaga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Demak, tepadagi сделкamiz minusga yopiladi, keyingi ikkita сделкamiz bizga plusga yopilib berish kerak. Buni natijasini sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, oxirgi soniyada bizning ikkala сделкamiz ham plusga yopildi va balansimizda $332 bo'ldi. Уже biz $22 foydaga chiqdik. $25lik сделкаlar ochamiz, yana biz tepaga qarab ochib qo'ysak bo'ladi, chunki bu yerda ko'k liniyamiz tepada va yana bizning Moving Avengers liniyamiz kesib o'tdi bizning svichamizni. Endi bozor bizga yaxshigina impuls bilan tepaga yurib berish kerak. Mana bu уровень поддержкasigacha. Demak, sizlarga yana bitta sirni ko'rsatib o'taman. 15 soniyalik svichda turibdi. Biz 30 soniyalik svichaga o'tkazsak, bu holat bir xilga vaziyatlarda ikki xil bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa vaziyatlarda sizlarga сделкаga kirishni tavsiya etmayman. Demak, ko'rib turganingizdek bizning keyingi сделкamiz ham 100% plusga yopildi. Balansimizda $355 bo'ldi. Endi biz boshqa valyutni paraga o'tib yana shunaqa yaxshi holatlarni qidirishimiz kerak. Demak, Moving Avengers liniyasi kesib o'tdi, lekin ko'rishinglar mumkin bu yerda stoxastik indikatorida 20 va 80 liniyani o'rtasida turibdi. Bunaqa holatlarda sizlarga сделкаga kirishni tavsiya etmayman. Demak, bu yerda ham mana kesib o'tgan, bu yerda yana bir marta tepaga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Ko'k liniya tepada turibdi va Moving Avengers liniyamiz ham bu yerda badani bilan bizning svichamizni kesib o'tgan, lekin ko'rishinglar mumkin понижающий trend bor, bozor pastga qarab yurib ketyapti. O'shaning uchun bu сделкamizni bizga minusga ham yopib yuborishi mumkin, понижающий trend bo'lgani uchun. Demak, сделкamiz yopilishiga 5 soniya qoldi va natijasini ko'rishinglar mumkin. Bu сделкamiz ham bizga plusga atributka bo'lib berdi va balansimizda $378 bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda mana shu ikkita indikator yordamida biz $68 foyda qildik. Boshqa valyutni paraga o'tamiz. Boshqa valyutni parada ham xuddi shunaqa indikatorlarimiz bergan signalni kuzatishimiz kerak. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek yaxshi signal bo'lgan. Pastda bo'lgan liniyalarimiz kesishgan, lekin ko'rishinglar mumkin bu yerda Moving Avengers liniyasi badani bilan kesib o'tgan, bozor impuls bilan tepaga qarab yurib bergan. Bunaqa holatlarda o'rtada ham ochsanglar bo'ladi. Bozorda ozgina texnik analizda ishlatishinglar kerak. Agar texnik analizda ishlatishni bilmasanglar, sizlar yangi bo'lsanglar, bunaqa holatlarda kirishni tavsiya etmayman. Liniyadan pastda yoki tepada bo'lganda sizlar o'shanaqa holatni kutib сделкаga kirishinglarni tavsiya etaman. Demak, agar bunaqa Moving Avengers liniyasi ko'p svichalarni badani bilan kesib o'tgan bo'lsa, bunaqa valyutni paralarni ham biz o'tkazib yuborishimiz kerak. Demak, hozirlarga videoni tezlashtirib, yaxshi vaziyat topgandan keyin videoni davom ettiraman degandim. Mana bu yerda sal biz kech qoldik. Maksimalni bozor pastga qarab tushib ketdi. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, bitta dona svichani
kesib o'tgan va bu yoqda ham kesib ko'rishinglar mumkin. Bozor понижающий trend bo'yicha harakatlanyapti. Bu yoqda biz sal kech qoldik. Prodat tugmasini bosganimizda bozor bu yoqda edi. Ko'rib turganingizdek impuls bilan pastga tushib, сделкamiz bu yoqda yopilib qoldi. Lekin bu сделкamiz ham bizga plusga yopilib qolishi mumkin. Hali 5 soniya bor сделкamiz yopilishiga. Demak, ko'rishinglar mumkin oxirgi soniyalarda bu сделкamiz ham bizga plusga atributka bo'lib berdi. Mana shunaqa holatlarda biz 100% lik signal desa bo'ladi. Ya'ni bu indikatorimizda realni pul ishlamoqchi bo'lsangiz, shunaqa holatlarni kutishinglar kerak. Hozir ko'rsatib o'taman. Bu yoqda ko'rib turganingizdek 80 liniyasidan tepada bo'lgan va ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda ko'k va qizil liniyalar kesishgan. Bu yoqda Moving Avengers liniyasi ham svichamizni badani bilan kesib o'tgan, ya'ni bitta dona svichani kesib o'tgan. Ozgina bu yoqda hech qanaqa svichani kesib o'tmasa, bitta kesib o'tib ko'rib turganingizdek, yaxshigina impuls bilan pastga qarab yurib bergan. Mana shunaqa holatlar bu indikatorda 100% lik signallar deyiladi. Bu yoqda ham ko'rishinglar mumkin, ancha kesmagan badani bilan va bitta kesib, bu yoqda impuls bilan bozor tepaga qarab yurib ketgan. Bu yoqda ham ko'rishinglar mumkin, tepaga qarab otsa bo'ladi agar Moving Avengers liniyasi bizga badani bilan svichamizni kesib bersa. Demak, bu yoqda liniyadan urgan va liniyalar kesishdi va hozir yana bitta holatda kutishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek badani bilan kesyapti, lekin soya qoldirib ketishi ham mumkin. Kelinglar biz yana bir marta tepaga qarab сделка ochib qo'yamiz 30 soniyalik. Bu yoqda ham yaxshi holat bor, yaxshi valyutniy para botni ko'rib turganingizdek, mana shunaqa holatlarda 2 ta 3 ta сделкаlar ochib ham biz foyda qilsak bo'ladi. Demak, сделкamiz yopilishiga 15 soniya qoldi, lekin bozor pastga qarab yurib ketyapti. Keyingi svicha bizga impuls bilan yana tepaga qarab yurib berish kerak. Demak, сделкamiz yopilishiga ko'rib turganingizdek 5 soniya qoldi. Bu сделкamiz ham bizga 100% lik plusga atributka bo'lib berdi. Demak, 48 dollar bo'ldi. Balansimizda ko'rishinglar mumkin 424 dollar qildik. Ya'ni videoni boshida 310 dollarlar atrofida bor edi. Sizlar bilan birgalikda ikkita indikator yordamida 30 soniyalik strategiyadan biz 110 dollar foyda qildik. Aytib o'tganimdek, mana hozir sizlarga tushuntirib o'tdim bu ikkita indikator signalini. Mana shunaqa holatlarni kutsanglar, sizlar yaxshi signal olib, yaxshi foyda qilishinglar mumkin. Demak, bu saytdan registratsiyadan o'tish, verifikatsiyadan o'tish haqidagi videoroliklar bizning YouTube kanalimizda bor. Agar sizlarga shunaqa taktika va strategiyalar qiziq bo'lsa, bizning YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, ko'p mana shunaqa strategiyalarni video obzor qilib chiqarib turamiz. Mana bu yoqda yana bitta biz сделкаga kirsak bo'ladi, lekin kirmaymiz, videomiz bizga cho'zilib ketadi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.